Efir Dunyosi o'yini 10 yil oldin ayollar auditoriyasiga mo'ljallangan tanishuv simulyatori sifatida chiqarilgan edi. Lekin u ko'proq erkak o'yinchilar orasida ommaboplashdi. Bu o'yinchilarni turli xil belgilarni o'ylash imkoniyatini berdi. Oson lekin juda samarali qahramonlar boshlab, juda qiyin ammo samarasiz qahramonlargacha. Ular orasida ayniqsa qiyinchilik darajasi dahshatli xususiyatlari bilan mashhur axlat qahramoni bor edi. Shu bilan birga qahramonni 10 yil davomida boshqargan bir kishi bor edi. Xo'sh, boshlaymizmi? Bu men, o'yinchi Bek Yusel. Forumda yangi xabarlar bormi? Yangi yangilanish yoki boshqa nimadirmi? Tanishuv simulyatorida yakuniy boss. Men bunday o'yinchilar odatda qahramonlardan biri bilan birlashganidan keyin tugaydi deb o'ylagandim. Shoshma, bu odam o'sha mashhur Renker. Yakuniy boss. Sehrli dunyoda sehrni bekor qilish qobiliyatiga ega bo'lgan yirtqich hayvonlarning mavjudligi mantiqiy emas. Bu haqiqat hamma bagmi? Odamlar ularning qahramonlarini uchirayotganligini aytyapti. Menimcha. Qorong'u iblis ajdarho Qanotunning 13-oyi paydo bo'ldi. Bu hikoya. Qorong'u iblis odamlar deb nomlangan diniy tashkilot mavjud. Ularning maqsadi persona darvozasi deb nomlangan boshqa dunyoga bu dunyoni egallashiga yordam berishdir. Va ular nihoyat bu maqsadlariga erishganlarida qorong'u iblis ajdarho paydo bo'ldi. Ularning 90% allaqachon person darvozasi tomonidan bosib olingan. Men hozircha hikoya bilan emas, balki faqat PvP bilan shug'ullanganman. Ammo butun hikoya buzilgan. Xo'sh, men u bilan jang qilishdan qochib qutulolmayman. Balki men ham urinib ko'rarman. Qorong'u iblis ajdarhosi bilan jang qilmoqchi bo'lsangiz, Men sizga o'yinning ichida yurish mahoratimni ko'rsataman. Agar men qahramonim Bek Yusel haqida gapirmoqchi bo'lsam, u hamma sehrdan foydalanishi mumkinligiga qaramasdan, u o'yinda sehrdan foydalana olmaydigan yagona qahramon. Shu sababli hatto eng tajribali o'yinchilar ham uni o'ynamaslikka afzal ko'rishadi. Aniqrog'i, u har qanday qo'shimchadan ham yomonroq. Albatta, unda qandaydir mahorat bo'lishi kerak. Xo'sh, bu faqat bitta. U chaqnash mahoratidan foydalanishi mumkin. Bek Yuselning chaqnash mahorati. Unga tasodifiy ravishda 3 metrdan 10 metrgacha juda tez harakat qilish imkoniyatini beradi. Uning chaqnash uslanishi tasodifiy, shuning uchun u masofani nazorat qila olmasa, tezlik va zarba tufayli bir zumda o'ladi. Bundan tashqari uni sovutish vaqti va mana iste'moli orqali ushbu mahoratdan foydalangandan so'ng 2 soniya davomida harakatlana olmaslik jazosi mavjud. Shunday har kim uni o'rganishi mumkin, lekin ko'pchilik bundan foydalana olmaydi. Ammo Bek Yusel chaqnashdan foydalanishni o'zgartirgan. U boradigan yo'nalishlarini nazorat qila oladi. Qahramon Bek Yusel mahorat chaqnash. Shuningdek, masofadan ham u jazosini bekor qilishi ham muvaffaq bo'ldi. U ma'na ishlatmaydi, chunki unda ma'na statistikasi ham yo'q. Boshqa sehrdan farqli o'laroq, chaqnash harakat qobiliyatidan boshqa narsa emas. Lekin men bu qahramonga berilib ketdim, chunki hamma narsa mening darajamga bog'liq edi. Shunday qilib, so'nggi 10 yil davomida men jangda sehr ishlatmaydigan yagona qahramon sifatida o'ynadim. Siz yakuniy boss Qanotunning 13-oyini mag'lub qildingiz. Nima? Men uni haqiqatan ham o'ldirdimmi? Bilaman, men asosan qadimiy antiqa buyumlarni ishlataman, lekin u hali ham axloq qahramon. Mayli, bu yaxshi. Men qorong'u iblis ajdarhosini o'ldirganimni boshqalarga ham aytaman. Noto'g'ri yakun sababli efir dunyosining 90% yo'q qilindi. Nima? Biroq siz haqiqiy yakunga eng yaqin kelgan odamsiz. Iltimos, haqiqiy yakunga erishing. Bu nima edi? Va men qayerdaman? O'yna. Bu ko'rinish. Birinchi topshiriq, ta'qibdan qoching. Bu Bek Yuselning kirish missiyasi. Bo'lishi mumkin emas. Bu Stella Akademiyasiga kirish sertifikati. Ishonish qiyin, lekin bu shubhasiz efir dunyosi. Bu men Bek Yusel bo'lishim kerak. Men bu borada mantiqiy bo'lishim kerak. U ovoz menga haqiqiy yakunga yetishimni aytdi. Ammo men bilganimdek, bu o'yinning haqiqiy yakuni yo'q. Uning faqat bir nechta oxiri bor. Shoshma, bu bo'lishi mumkin emas. So'nggi 10 yil ichida hech kim haqiqiy yakunga erisha olmagan. Jenursan, hozir bu haqda o'ylashning vaqti emas. Xotiram yaxshi bo'lsa, Bek Yusel uyg'onganidan so'ng
Uni ta'qib qilayotgan odamlar kulbaga bostirib kirishadi. Qayerga qochdi bu jalamni bolasi? Tushunursan, ular allaqachon shu yerda. Anavi yerdagi kulba. Borib uni to'plaring, ha janob. Endi nima? Ulardan qancha vaqtda qochib quchilishim mumkin? Chegaram bor. Lekin men ham ular bilan kurasha olmayman. Nima qilishim kerak? Siz chaqnash mahoratidan foydalanishingiz mumkin. Nima? Chaqnashdan foydalansam bo'ladimi?